Assalomu alaykum. Aprel oyi umra safariga boramiz deb niyat qilib turgan do'stlar, hojotalar, hojonalar, salomatmisizlar? Alloh taolo umrlaringizni uzun qilsin. Inshaalloh aprel oyi umraga borish narxlarini sizlarga e'lon qilamiz va sharoitlar haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Video boshlashdan oldin bir dona like bosib qo'yinglar. Kanalimizda mehmon bo'lsanglar, albatta podpiska tugmasini bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Bo'lsam bir boshdan boshlasak, reyslarimiz qayerlardan uchiladi degan savol ko'pchilikdan tushadi bizga. Reyslarimiz Toshkentdan ham bor, undan tashqari Vodiydan ham reyslarimiz bor. Ya'ni Namangan Jidda to'g'ridan-to'g'ri reys, undan tashqari Toshkent Jidda va Toshkent Madina reyslarimiz mavjud. Hop, sanalarni aytib o'tib ketayotgan bo'lsak, aprel oyiga Vodiydan bizga ko'p vizit bo'lyapti. Namangandan ham reyslaring uchadimi, Namangandan ham reyslaring bormi deganlar uchun 14-aprel sanasiga Namangandan reysimiz bor. Narxi $1099. Ya'ni $1099 ichiga nimalar kiradi? Haramdan uzoq bo'lmagan gastitsa, 3 mahal milliy taomlar, malakali 50 boshli sizlar bilan birga borib, birga qaytib keladi. Undan tashqari to'g'ridan-to'g'ri reys. Endi Toshkent shaharidan uchadigan reysimiz esa $1050. O'sha aytib o'tib ketganimizdek haramga yaqin gastitsa, ya'ni 1,5-2 kilometr oralig'ida bo'ladi. 24 soat avtobus xizmatlari mavjud. Hech qanaqangi bir to'lovlar bo'lmaydi. Shu avtobusga xohlagan paytlaringda gastitsalarning pastida avtobus turadi. Avtobusga chiqsalar haramga olib borib qo'yadi. Ya'ni haramdan Stenka kelib turib, o'sha avtobusga chiqsalar, ya'ni gastitsaga olib kelib qo'yadi. Ya'ni hamma qulayliklar bor inshaalloh. Undan tashqari o'sha o'zimizni O'zbekistondan borgan, ya'ni Marg'ilondan borgan povurlarimiz 3 mahal milliy taomlar sizlarga xabar berib turishadi inshaalloh. 50 boshlarimiz o'sha aytib o'tib ketganimizdek, Toshkentdan uchadigan bo'lsangiz Toshkentdan o'zlari olib ketishadi. Namangandan uchadigan bo'lsangiz Namangandan ham o'zlari olib ketib qo'yishadi. Olib ketib, yana ibodatlarini qildirib olib kelib qo'yishadi. Sayohatlarga keladigan bo'lsak, 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramada bo'lasizlar, ya'ni 14 kunlik paket. Madina Munavvarada payg'ambarimiz ravzalariga, undan tashqari Qubo masjidiga, undan tashqari Xurmo bog'iga olib boriladi. Qur'on bosmaxonasiga sayohatlar, xudo xolasa Bulut masjidi, Jim masjidi hamma sayohatlar bo'ladi. Undan tashqari Uhud tog'iga ham olib boriladi sayohatga. Undan tashqari ikki qibla masjid, hamma sayohatlar Madina Munavvarada bo'linadi. Ya'ni 3 kunda hamma sayohatlarni qildirib qo'yiladi inshaalloh. Makka Mukarramaga keladigan bo'lsak, Jabal al-Nur tog'i, Sabr g'ori, undan tashqari Jim masjidi bor, Daraxt masjidi bor. Undan tashqari yana qanaqangi bir sayohatlar bor. Arofat vodiysi bor, Qizil dengiz sayohati bor, hamma sayohatlar bor ichida. Faqatgina shuni aytib o'tib ketaylik. Standart paketda ketasizlar. Qizil dengizga bormoqchi bo'layotganlarga Qizil dengizga pul yig'iladi. Shuni oldin aytib o'tib ketaylik. 20-25 riyoldan pul yig'iladi. Agar kemaga ham chiqamiz deydigan bo'lsalar, yana 25 riyol atrofida bo'lsa kerak kema. Bizni pulga hisoblaganda 150 ming, 180 ming pul bo'ladi Qizil dengiz bilan o'sha kemaga chiqish. Chunki bizda Qizil dengiz yo'qligi sababi biz ibodatga deb olib boramiz. Bir xilgilar dengizni ham ko'rishmoqchi bo'lishadi. Qizil dengizda hech qanaqangi bir voqea bo'lmagan hisobga haramda ko'proq biz odamlarimizga ibodat qildiramiz. Boramiz deb turgan qat'iy biz sayohatga ham Qizil dengizga ham boramiz deyotgan do'stlarimiz uchun Qizil dengizni ham tashkillaymiz. Faqatgina unga to'lovlar qilinadi. Faqatgina shuni o'ziga to'lovlar qilinadi. Ekranda ko'rinib turgan nomerlarga aloqaga chiqinglar. O'zlaring xohlagan savollarga javob olishinglar mumkin va bizni hozirda musofirda kuzatib turgan do'stlarimiz bor. Bu do'stlarimiz ham bemalol aloqaga chiqish imkoniyatiga egasizlar. Telegram, WhatsApp bor. Bir dona Zagram pasport evaziga joylaring bront qildirsalaring bo'ladi. Kishi boshiga $50 dan zakalat pulini so'rab qolamiz. Faqatgina sizlardan iltimos, bu zakalat puli nimaga? Zakalat pulini olganimizdan keyin bizga ishonarli bo'lib qoladi viza bilan bilet yozilishimiz uchun. O'zi aslida berayotgan $50 pullarning bitta vizaga ham to'g'ri kelmaydi. Biz riskovat qilib $50 pul olganimizdan keyin vizalarni va biletlarni yozdiramiz. Shuni evaziga ozginadan zakalat pulini so'raymiz. Faqatgina shuning to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Ekranda ko'rinib turgan nomerlarga tezda aloqaga chiqinglar. O'zlaring xohlagan savollarga javob olishlaring mumkin. Undan tashqari bir dona Zagram pasportni Telegram yoki WhatsApp orqali tashab, joylarini bront qildirsalaring bo'ladi. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Bundan keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.